uylana olmayapti. Sababi ayollarga qiziqishi qolmagan. Masturbatsiya qilish faqat psixologik emas, balki organik kasalliklarga ham olib kelishi mumkin. Bularda eng asosiylaridan biri bu jinsiy zaiflikka olib keladi. Masturbatsiyani mutlaqo qilish mumkin emas. Hatto to'planib ketgan bo'lsa, har 10 ta odamdan 3 tasida, ya'ni 30% da siydik pufagi raki kuzatiladi. Bu shaxsiy praktikamda ham o'tgan. Kechqurungi 12 bilan ertamangi 4 o'rtasida inson uxlayotgan holatda bo'lishi kerak. Yangi kuyov bolalar, 1 oylik, 5 oylik kuyov bolalar keladida, jinsiy aloqa qila olmayapman, yaxshi turmayapti, xohish bo'lmayapti. Shunday zo'r zalotoy davrda menga ishoning, 25 yoshgacha harakat qiling. Bundan bu yog'iga ancha kech bo'ladi. Agar hozir sanab o'tgan 5 amalni 25 yoshgacha qilmasangiz, kelajakda albatta baxtli bo'lasiz. Bu faqatgina jinsiy tomondan emas, balki shaxsiy hayotdan ham sizni baxtga olib boradigan yo'l. Qabulimga kelgan bemorlarni shikoyatlarini eshitgan holda o'zim uchun, nafaqat o'zim uchun, shu bemorlar uchun, balki bemor bo'lmagan 25 yoshgacha bo'lgan bolalar uchun men muhim spesik tuzib chiqdim. Chunki qabulimga kelgan bemorlar juda ham ko'pchiligi afsus qiladigan, agar shu yoshgacha shu narsalarni qilmaganimda bugungi kunda sizga bemor bo'lib kelmasdim degan gaplardan kelib chiqqan holda ushbu spesik tuzib chiqdim. Albatta bu amallarni, shu 5 muhim amalni qilmasangiz, yana qaytaraman, kelajakda urologga ishingiz tushib borish ehtimoli juda kam bo'ladi. Va bundan tashqari jinsiy hayotda o'zingizni juda ham baquvvat va baxtli his qilasiz. Bu amallarni nafaqat 25 yoshgacha, balki bundan keyin ham qilmaslik kerak, lekin aynan 25 yoshgacha shu boshlanish davri bo'lgani uchun ham bu narsaga biz urg'u berdik. Yoshlar uchun muhim eslatmani birinchi narsasi bu ehtiros qo'zg'atuvchi porno kinolarga qaram bo'lmaslik. Faqat qaram bo'lmaslik emas, bularga vaqt ajratmaslik. Ya'ni bularni ko'rmaslik. Juda ham oddiy misol, shu ehtiros qo'zg'atuvchi kinolar. Bugungi kunda ko'plab kinolar nafaqat chet el, balki o'zimizning o'zbek kinolari ham odamning ehtirosini qo'zg'aydi va insonda o'sha seksual jelaniyani kuchayishiga olib keladi. Bu bo'lsa, o'sha yoshlarni ehtirosi qo'zg'agandan keyin ularni ikkinchi etapga olib chiqishga majbur qiladi. Ikkinchi etap bo'lsa, bu porno kinolar hisoblanadi. Porno kinolari natijasida bo'lsa, o'g'il bolalarda shu mayil oshishi, xayoli faqat shu o'zini seksual holatini qondirish bilan kechib qoladi. Bu narsa aytib o'tganimizdek, aynan 20 yosh yoki 25 yosh deb tanlamaydi. Har qanday yoshda albatta bu narsadan uzoq turish kerak. Bu narsani oqibatlari juda ham ayanchli bo'ladi. Misol uchun aytaman, mana kechagi kuni qabulimga bir bemor keldi. Bemorning aytishi bo'yicha o'zi normalniy sohada ishlaydi, oliy ma'lumotli bola, uylana olmayapti. Sababi ayollarga qiziqishi qolmagan. Bemor bilan gaplashib o'tirganimizda u erkaklarga qiziqib ketayotganini aytdi. Ayollarga qiziqish mutlaqo yo'qolgan. Hatto so'raganimda shu ko'cha-ko'yda bir chiroyli ayollar o'tganda, oldindan o'tganda bir ko'kragiga qaraganda boshqa holatlarda ehtiros bo'ladimi? Ya'ni qo'zg'alish bo'ladimi senda deb so'raganimda hech qanday qo'zg'alish yo'qligini aytdi. Va buni kelib chiqish sababini juda ham obdon so'raganimda, bu narsa o'sha yoshligida porno ko'rish bilan bog'liqligini aytdi. Ya'ni bu bolada yoshligida shu porno ko'rgan, sekin-sekin oddiy shu yigit va qizni o'rtasidagi porno kinolardan, o'sha jinsiy aloqa sahnalaridan o'zida qoniqish hissi yo'qolgan. Bunday holatda ko'pincha aytaman, ikkita holat bo'lishi mumkin. Birinchisi, miyada ishlab chiqariladigan dopamin reseptorlari bu narsadan kayf olmay qo'yadi va kayfni, ya'ni o'sha rohatlanishni boshqa narsadan izlashni boshlaydi. Va ikkita holatdan birinchisi bu oddiy porno kinolaridan rohatlanmagan bosh miya endi odamda zo'ravonlik his qilgan sahnalardan rohat olishni boshlaydi. Ya'ni o'sha porno kinolarda iznasилование deydi, ayol kishini zo'rlagan yoki yosh qizlarni zo'rlagan sahnalardan o'zida rohatlanish hissi paydo bo'ladi.
va bundan keyin sekin-sekin, asta-sekin bu insonda oddiy pornoda emas, faqat shu zo'ravonlik aks etgan sahnalardan rohatlanish paydo bo'ladi va bu narsani o'zi ham sinab ko'rish hissi paydo bo'ladi. Ko'plab shu yosh qizlarni zo'rlagan maniak deymiz endi bularni, shu maniaklarni o'zaro suhbatlashganda bular boshlanish davrida aynan porno kino ko'rib, pornodan keyin shu zo'ravonlik aks etgan sahnalarni ko'rib, shundan keyin yoshlarni zo'rlashga o'tib ketgani aniqlangan. Bu kechagi bemorda bo'lsa, qabulimizga kelgan bemorda aytyapti, boshida shu oddiy porno kinolar ko'rardim, keyinchalik bundan zavqlanmay qo'ydim. Bora-bora shu lentani ichida gey pornolar, ya'ni ikkita erkakni o'zaro jinsiy aloqa qilgan porno kinolar chiqishni boshladi va qiziqishim ularga o'tib ketdi dedi. Natijada shu darajaga borgan, endi masalan jinsiy aloqani tasavvur qilsa, faqatgina bir erkak kishi bilan jinsiy aloqa qiladi. Jinsiy aloqani xohlasa, faqat erkak kishi bilan jinsiy aloqani xohlaydi. Jinsiy aloqani xohlasa, ayol kishini ko'z oldiga keltirsa, hech qanday qo'zg'alish bo'lmaydi. Bizda noto'g'ri tushuncha bor, bularda gormonda o'zgarishlar bo'ladi deydi, lekin kecha tekshiruvlarda hech qanaqa gormonlarda o'zgarishlar yo'q. Moyaklarning hajmi normada. O'zida hech qanday neadekvat holatlar yo'q, ya'ni qanaqadir o'zgarishlar yo'q. Va aytib o'tganimdek, oliy ma'lumotli, yaxshi joyda ishlaydi ekan, o'zini kichik bizneslari bor ekan, lekin uylana olmayapti. Uylana olmasligiga sabab shu ayol kishiga qiziqishi yo'qligi. Uydagilari majburlagan, oxiri majbur bo'lib qabulga kelishga majbur bo'ldi. Endi bu bemorni albatta biz psixiatr bilan birgalikda davolaymiz. Bugungi kunda juda ham ko'payib ketgan. Aytib o'tganimdek, 25 yoshgacha qilish kerak bo'lmagan narsalarning eng birinchisi bu ehtirosli kinolardir va buni orqasidan porno kinolarni ko'rmaslik. Xo'p, ikkinchisi bo'lsa masturbatsiya. Masturbatsiya haqida ba'zi bir chala doktorlar chiqib olib turib, masturbatsiya qilib tursa bo'ladi, zastoy bo'lib to'planib ketmasligi kerak, masturbatsiyaning zararli tomoni yo'q deb va hokazo ba'zi bir o'ziga xos faktlar keltiradi. Lekin bu narsani bugungi kunda ilmiy isbotlab qo'yishdi. Masturbatsiya qilish faqat psixologik emas, balki organik kasalliklarga ham olib kelishi mumkin. Bularda eng asosiylardan biri bu jinsiy zaiflikka olib keladi. Ya'ni erkak kishida masturbatsiya qilib, shunda jinsiy aloqani turgizib olib, keyin jinsiy aloqa qilish xohishlar paydo bo'ladi. Yokida bo'lmasa, oldin masturbatsiya qilib bo'shanadi, yo o'zini ayoli bilan umuman bo'shana olmaydi-da, faqatgina masturbatsiya qilib bo'shanadigan bo'lib qoladi. Shunday holatlar bo'lgan, hattoki ayollar shu shikoyat qilib kelgan. Ayollarini shu yechintirib, shu yalang'och qilib boshqa holatlarda ko'rar ekanda, ayoliga tegmaydi ekan. Ayoliga qalab masturbatsiya qilib turgizar ekan. Turgizib olib turib, keyin ayoli bilan jinsiy aloqa bo'ladi. Endi ayolning ichiga bo'shana olmasdan yana vannaga kirib turib, yana masturbatsiya qilib spermani chiqarib oladi. Shunaqa holatlargacha olib kelishi mumkin bo'lgan yomon narsa masturbatsiyani ba'zi bir doktorlar, chalasavod doktorlar chiqib turib, bir oyda bir marta qilsang bo'ladi, 2 oyda bir marta qilsang bo'ladi deydi. Masturbatsiyani mutlaqo qilish mumkin emas. Hatto to'planib ketgan bo'lsa. Agar to'planib ketayotgan bo'lsa, shuni ham testosteron zashkaliruет deydi-yu, hali oshib ketayotgan bo'lsa, bu narsani tushirishda eng oddiy yo'li band bo'lish. Birorta ish bilan band bo'lish, qolaversa qo'zg'alishni yo'qotish. Ya'ni masturbatsiyaga olib keluvchi qo'zg'alishlardan bittasi bu hozir aytganimdek porno kinolar ko'rish yoki ehtirosli kinolar ko'rish. Agar o'zingizga bir chegara qo'yib, shu yotishdan oldin telefonni bir ota-onaning xonasiga qo'yib, yo telefon ko'rmayman, telefon gaplashmayman deb 10 kun, 15, 20 kunlab shu narsani o'zingizga qandaydir rejim qiladigan bo'lsangiz, shu masturbatsiya qilishga xohisham nisbatan pasayadi. Chunki bugungi kunda internet kuchayib ketgan. Hayolga birinchi kelganda shu ayollar haqida o'ylanganda sirasi telefon olinadi, kim bilandir yo onlayn chatda gaplashiladi har xil xirsiy temalarda va yoki bo'lmasa sirazi olib turib shu porno ko'rishga har doim do'stim bor. Hatto porno ko'rmagan taqdirda ham Instagramda o'zini varoqlab o'tirganda ham hozir juda ham bir uyatli kontentlar bu oddiy holat bo'lib qolgan va bo'ydoqlarni shu ehtirosini kuchaytirib yuboradi-da, masturbatsiya qilishga majburlab qo'yadi. Bu ikkinchi maslahat edi. Xo'p, endi 3-chi maslahatimiz bo'lsa, bu zararli odatlar.
Zararli odatlarni o'zi boshida aytishimiz kerak edi, lekin bizga shikoyat qilib kelgan erkaklar juda ham ko'pchiligi asosan shu pornoga qaramlik hamda masturbatsiyadan aziyat chekkani uchun bularni aytdik. Zararli odatlar aynan urologik tomondan qanday muammolar? Masalan, ichkilik. Ichkilik yoki bo'lmasa tamaki mahsulotlari chekishi. Tamaki mahsulotlari chekishi o'limga olib kelishi mumkin. Tamaki mahsulotlari chekishi CD pufaygi rakiga olib kelishi mumkin. Erkaklarda ham iminni. Tamaki mahsulotlari erektil disfunksiyaga, ya'ni jinsiy zaiflikka olib kelishi mumkin deganimizda, ba'zi bir tushunmagan insonlar kommentariyada shunday javoblar yozgan. Men falonchini taniyman, 30 yildan beri chekadi, men pistonchini taniyman, 40 yildan beri chekadi. Men o'zim 100 marta chekaman, bir kunda 10 pachka chekaman, hech narsa bo'lmayman deydi. Bularga juda ham oddiy misol aytaman. Masalan, Vodiydan, Andijondan Toshkentga kelish kilometri 350-400 kilometr tashkil qiladi. Bir kunda o'rtacha 100 ta odam, 100 ta mashina keladi desak, shu 100 ta mashinadan bitta mashina qandaydir mashinasi nosozligi sifatli yo'lda qolib ketishi mumkin. Va bitta mashina avariyaga uchrashi mumkin. Endi qolgan 99 tasi sog'lom kelyapti. Biz sizlarni xuddi shunga o'xshagan 100 tadan 30 tasida rak bo'lishi mumkin deyapmiz. Ya'ni 100 ta mashina keladigan bo'lsa Andijondan Toshkentga yetib kelguncha 30 tasi avariya bo'lib ketadi deyapmiz. Endi siz shunda men o'sha 70 taga kiraman baribir deb yo'lga chiqib kelasizmi yoki bo'lmasa mashinangizni sozlab o'sha 30 ta avariya bo'lib ketadiganga kirmay deb turib mashinangizni sozlab to'g'ri yo'lga chiqasizmi? Bu o'zingizga bog'liq. Bizning vazifamiz bo'lsa sizga aniq meditsina tomonidan isbotlangan narsani, ya'ni o'sha tamaki mahsulotlarini uzoq vaqt chekish oqibatida har 10 ta odamdan 3 tasida, ya'ni 30%da siydik pufaygi raki kuzatiladi. Bu shaxsiy praktikamda ham o'tgan. Hattoki ayollar shu siydik pufagida yoki buyragida o'sma bilan kelgan ayollarni suhbatlashganda birinchi so'raydigan narsam eringiz chekadimi? Chunki ayollar passiv chekuvchi bo'ladi. Agar erlari ayolini oldida doimiy chekadigan bo'lsa, shu ayollarda ham rak kuzatilish ehtimoli baland. O'zi chekmaydi o'sha er yonida chekkani uchun. Shuning uchun yana qaytarib aytaman. Zararli odatlar faqatgina ichkilik yoki sigaret shunaqangi tamaki mahsulotlari emas, bundan tashqari bugungi kunda ko'payib ketgan narkotik moddalari, yoshlar o'rtasida qanaqa tabletkalar jinsiy zaiflikka olib keladi. Yana qaytarib aytaman. Narkotik moddalar jinsiy zaiflikka olib keladi. Va bularni chekish oqibatida o'sha faqatgina shu jinsiy aloqa tomonidan emas, insoniylik ham asta-sekin yo'qolib boradi. Buni juda ham ko'pchilikda hayotida ko'rganmiz. Xo'p, 25 yoshgacha albatta qilishi, boshlashi kerak bo'lmagan narsalardan bittasi bu uyqusizlik, ya'ni uyqu rejimi. Nima uchun? Bugungi kunda global muammo bo'layotgan narsalardan bittasi bu surunkali charchoq sindromi. Surunkali charchoq sindromi ruschada xronическая усталость deyiladi. Ya'ni surunkali charchoq sindromiga olib keluvchi eng asosiy sabab bu uyqu rejimini bo'lmasligi. Toshkent ko'chalarida bugungi kunda kechqurun 12, 1 qilib ko'chaga birorta ish bilan chiqadigan bo'lsangiz, odam to'la, yoshlar to'la. Qandaydir bir nafi bor, naf tegadigan narsa bilan shug'ullanmaydi-da, o'zaro yoshlar kim bilandir gaplashib o'tiradi, aylanadi va hokazo, hokazo. Va kunduzi soat 8-9 gacha uxlashadi. Xo'p, bu nimaga olib keladi? Har doim qayta-qayta ta'kidlaydigan narsamiz, kechqurungi 12 bilan ertamangi 4 o'rtasida inson uxlayotgan holatda bo'lishi kerak. Chunki aynan shu paytda gormonlar almashinuvi yuzaga keladi. Testosteron degan o'sha erkaklikni ta'minlaydigan gormon ham aynan shu paytda juda ham baland cho'qqisiga chiqadi. Shuning uchun ham erkaklarda ertaman turganda ertaman tumisensiya, ya'ni ertaman jinsiy holat turib qolish holatlari kuzatilishi kerak. Aynan o'sha paytda testosteron yuqori bo'lgani uchun. Endi kechqurun bilan uxlamasdan chiqadigan erkaklarda bo'lsa, shu ko'z bu tun deb qabul qilmaydi-da, doimiy yorug'lik tushib turgani uchun hali ham kun deydi-da, moddalar almashinuvi yuzaga kelmaydi, gormonlar o'zgaruvi. Va insonlarda shunday noto'g'ri tushuncha bor ekan, kunlik uyqu rejimi 8 soat bo'lishi kerak. Kunlik uyqu rejimi 8 soat bo'lishi kerak, 6 soatdan 8 soatgacha. Lekin degan narsa bor. Aynan uyquni vaqti ham muhim. Chunki yaqinda bir bemor keldi, uyqu rejimi qanaqa deganimda, menda zo'r hammasi dedi. Qanaqa desam, kunlik shu 8 soat uxlayman, har doim o'zimni qadrimga yetaman. Zo'r. Testosteron lekin past. Jinsiy aloqa yaxshi emas.
Bo'lmasa hamma narsani ko'rib chiqyapmiz-da. Nechada uxlaysiz desam, shu kechasi uxlayman, 3-4 larda uxlayman, shu 8 soat. Masalan, 4 uxlasam, kunduz 12 da turaman. Yo'q, bu narsa noto'g'ri narsa. Aynan shu uyqu rejimi deganda, uyquni vaqti va soati nazarda tutiladi. 12 bilan 4 o'rtasi. Holiyen 12 dan 8 gacha, holiyen 4 buyog'i bo'ladigan bo'lsa, kechqurun o'sha 8 dan yoki 9 dan ertaman 4 gacha. Shu 12 bilan 4 o'rtasida uxlayotgan vaqtingiz bo'lishi kerak. Xo'p, 25 yoshgacha nima uchun bu narsani yo'lga qo'yish kerak? Chunki insonda organizmi shunaqangi bugungi kunda global tezlashuv bo'lib ketgan. 25 yoshga yetganda уже qarish boshlanyapti. Chunki jinsiy zaiflikka oldin 25 yoshlilar, 30 yoshlilar kelmagan. Menda jinsiy zaiflik bor deb. Lekin bugungi kunda qabulimizga kelayotgan jinsiy zaiflik bor deganlarni, hatto uylanmaganlar ham bor orasida. Yoki bo'lsa, yangi kuyov bolalar, 1 oylik, 5 oylik kuyov bolalar keladida, jinsiy aloqa qila olmayapman, yaxshi turmayapti, xohish bo'lmayapti. Shunday zo'r zalotoy davrda tasavvur qiling, yangi kuyov bola, 1 oylik, 2 oylik kuyov bola shunday eng zo'r davrlarda jinsiy aloqa qila olmayapti. Sababi o'zini sog'ligiga bee'tibor bo'lgani. Endi 25 yoshgacha albatta qilishingiz kerak bo'lgan narsa bu kelajakda qurish kerak. Ya'ni bekor qolmaslik. Hozir aytayotgan pornoga qaramlilik, masturbatsiya, zararli odatlar va o'sha kechasi bilan uxlamaslikni ham asosida bekor qolish yotadi. Din tomonidan olib qaraydigan bo'lsak ham, biz har bitta o'tkazilgan vaqtimiz uchun, bekor sarflagan vaqtimiz uchun javob beramiz. Dunyoviy tomondan olib qaraydigan bo'lsak, har bir bekor qolib, nima ham qilardim deb yotgan holatingizda yoki bo'lmasa bekorchi ishlar bilan ovora bo'lgan holatingizda albatta sog'ligingiz minusga qarab yuradi. Chunki bosh miyadan informatsiya ketadi. Baribir bekormiz, nimadir qilishimiz kerak. Organizmda qachonki motivatsiya bo'lsa, nimadir qilishga yoki bo'lmasa nimanidir egallash uchun motivatsiya bo'lganda, shunda organizm baquvvat bo'ladi. Juda ham oddiy misol qilib aytaman. Ertaga birorta joyga bormoqchisiz. Qanaqadir bir yaqiningizni to'yiga ertaman soat 6 da bo'lishingiz kerak. Siz uydan 5 da chiqib ketishingiz kerak. Har qanaqa holatda bo'lsa 10 tadan 9 ta odam qiylanmasdan soat 4 da turib, yuvinib, taranib, tayyor bo'lib chiqib ketadi. Lekin ertaga hech qanday ishingiz yo'q. Prosta niyat qildingiz. Ertaman 6 da turaman yoki bo'lmasa 4 da turaman, namoz o'qiyman yoki 4 da turaman, nima bilandir shug'ullanaman. Ya'ni aniq maqsad yo'q. Bunday holatda har 10 ta odamdan 2 ta yoki 3 tasi o'rnidan turishi mumkin. Qolganlari o'rnidan turishga o'zida shijoat topa olmaydi. Buni asosiy sababi bo'lsa maqsad. Agar siz bekorchilikda 25 yoshgacha umringizni o'tkazsangiz, juda ham katta ehtimollik bilan hayotda o'zingiz xohlagan narsalarga erisha olmaysiz. Va erkak kishini ko'pincha aytadigan narsamiz, eng og'ir davri qachon bo'ladi? Qachonki ertaman posteldan turganda shunda yoningizga qaraysizda, o'zingiz xohlagan uyda yotmayapsiz. Ya'ni o'zingiz qachonlardir orzu qilgan o'sha chiroyli, ichida dush vannasi bor, yonida garderobi bor, yumshoq mebelda, chiroyli atmosferada yotmayapsiz. Oldingizga qaraganda o'zingiz xohlagandek ayolingiz yo'q. Endi omadli erkaklar chiroyli go'zal ayollarga uylanadi va omadli ayol qila oladi, oldidagi ayolini ham. Shu billa yashasam bo'ldi degan qanaqadir ayol bilan yashayapsiz. Va farzandlaringizga o'zingiz xohlagan narsani yetkazib bera olmayapsiz. Farzandlaringiz o'sha boriga ko'nib yashashga majbur. Shu erkaklarda eng og'ir kuni bo'ladi. O'shanda haqiqiy bosh devorga qadalgan bo'ladi. O'sha narsa bo'lmasligi uchun, o'sha bugungi kunda orzu qilayotgan hashamatli uy, go'zal ayol, sizni yaxshi ko'rib, sizni erkalaydigan ayol, farzandlaringizga o'zi xohlagan narsasini olib beradigan holat, o'zi xohlagandek, o'zingiz xohlagandek farzandlaringizga, qizingizga alohida xona, o'g'lingizga alohida xona qilib berish uchun menga ishoning, 25 yoshgacha harakat qiling. Bundan bu yog'iga ancha kech bo'ladi. Agar ushbu video sizga manfaatli bo'lgan bo'lsa yoki siz uchun qanaqadir ahamiyat kasb qilgan bo'lsa va bu kimlar uchundir foydali bo'lishi mumkin deb o'ylaydigan bo'lsangiz, YouTube algoritm bo'yicha shu do'stlaringizga yuboring
videoga like bosing va fikr mulohazalaringizni kommentariyada qoldiring. Bu narsa videoni ko'proq odamga ko'rilishiga va yaxshiroq tarqashiga yordam beradi. Sog' salomat bo'ling.